Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz 3 fazali va 1 fazali tarmoqlar haqida gaplashamiz. 3 fazali va 1 fazali tarmoqlarning afzalliklari va kamchiliklari haqida o'rganamiz. Xonadonlarimizda maishiy texnikalarimizni ishlatishda asosan 1 fazali tarmoqlardan foydalanamiz. 1 fazali tarmoqlar nisbatan 3 fazali tarmoqlarga qaraganda xavfsiz hisoblanadi. 1 fazali tarmoqlar asosan past quvvatli elektr qurilmalar uchun ishlatiladi. 3 fazali tarmoqlar esa asosan korxona, zavod va yuqori quvvatli elektr qurilmalarni ishlatishda foydalaniladi. 3 fazali tarmoqlarning afzalliklari bir vaqtning o'zida 2 xil kuchlanish olish imkoniyatini beradi va elektr energiyasini bir joydan ikkinchi joyga uzatishda juda qulay hisoblanadi. Ya'ni kuchlanishni oshirgan holda 3 fazali transformatorlar orqali elektr energiyasini kam yo'qotishlarsiz va nisbatan kamroq xarajat bilan bir joydan ikkinchi joyga uzatish imkoniyatini beradi. Bunday jarayonda faqatgina 3 fazali tarmoqlardan foydalaniladi. Hammamizga ma'lumki, 3 fazali tarmoqlar 3 ta fazadan iborat bo'ladi. Ya'ni bular L1, L2, L3 lardan iborat bo'ladi. Bunda L1 va L2 fazalar orasidagi kuchlanish bu liniya kuchlanishi deyiladi va u L bilan belgilanadi. Istalgan bitta liniya bilan 0 orasidagi kuchlanish esa bizda faza kuchlanish deyiladi. Ushbu kuchlanishdan barchamiz xonadonlarimizdagi maishiy texnikalarda va kundalik ehtiyojlarimiz uchun biz faza kuchlanishdan foydalanamiz. Faza kuchlanish va liniya kuchlanish orasidagi bog'lanish quyidagicha bo'ladi. Ya'ni liniya kuchlanishi teng bo'ladi u faza kuchlanish ko'paytirilgan ildiz 3 ga. Bunda bizda barchamizga ma'lum bo'lgan 1 fazali va 3 fazali tarmoqlardagi kuchlanish asosan u faza 220 volt bo'ladi, u liniya esa 380 volt bo'ladi. Ya'ni bular orasidagi farq ildiz 3 ga farq qiladi. Agar sizga liniya kuchlanishi va faza kuchlanish orasidagi bog'liqlik qiziq bo'lsa, ildiz 3 koeffitsiyenti qayerdan kelib chiqqanini bilishni xohlasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Keyingi darslarimizda 3 fazali va 1 fazali tarmoqlarning o'zaro bog'lanishi va ildiz 3 qiymati qayerdan kelib chiqqanligi haqida gaplashamiz.